Allergenga havo almashtirsang yo'qolib ketadi. Doktorga umuman borma. Nima qilasan doktorga borib, shu havo almashtirsang allergen yo'q bo'lib ketadi. Xuddi shunaqa insonlar allergiyasi borlarga juda ham ko'p maslahat berishadi. Bu narsa, ya'ni allergiyasi borlarga havo almashtirish foyda qilishi mumkin. Bu qisman foyda qiladi vaqtinchalik. Do'stlar, siz allergiyangiz bo'lsa, havo almashtirsangiz, allergen bilan kontaktingiz uzilsa, havo almashtirish sizga foyda qilishi mumkin. Lekin bu vaqtinchalik bo'lishi mumkin. Keyinchalik yana allergiyangiz qo'ziydi. Sizda allergiya bo'ladigan bo'lsa, birinchi o'rinda o'zi nimalarga allergiyangiz borligini bilish kerak. Deylik, siz oziq-ovqatga allergiyangiz bo'ladigan bo'lsa, tekshirganingizda, unga oziq-ovqatni yemasangiz bo'ldi, allergiyangiz qo'zimaydi. Unga havo almashtirish ham shart emas. Shuning uchun birinchi o'rinda allergiyangizni nimalardan bo'layotganini tekshirtirish kerak va misol uchun o'to'lan, changlar, hayvonlar, biron narsalardan bo'layotgan bo'lsa, shundan aloqani uzish kerak. To'g'ri, toza havoga chiqsangiz allergiyangiz qo'zimasdan holatingiz yaxshi bo'lishi mumkin. Bu ma'lum bir paytga, deylik, bir marta havo almashtirganingiz sizga 5 oy, 6 oyga xizmat qilishi mumkin. Keyinchalik bu 1 oy, 2 oyga yetishi mumkin. Keyinchalik umuman foyda qilmasligi ham mumkin. Shunaqa holat bo'lgan bemorlar juda ham ko'p keladi bizga. Ya'ni birinchi havo almashtirganingiz 1 yil yaxshi yurishingiz mumkin, keyin 5 oy, keyingisi 3 oy, keyingisi 1 oy, keyingisi 1 hafta, keyingisi kelganingizdan keyin sirazi yana yomon bo'lishingiz mumkin. Shunaqa bemorlar borki, havo almashtirish, misol uchun zominga borsa, havo almashtirsa yaxshi bo'lar edi. Hozir zominga borsa ham allergiyasi qo'ziyotgan bemorlar bor. Ya'ni o'sha yerda, o'sha muhitda o'ziga ham allergiya bo'lib qolishi mumkin biron narsasiga. Sizda ham allergiya qo'ziyotgan bo'lsa yoki allergiyangiz qo'zigan paytda yaqin tanishlaringiz havo almashtirsang allergen yo'qolib ketadi, foydasi yo'q, eng zo'ri havo almashtirish, doktorga borma, dori ichma, havo almashtirsang yaxshi bo'lasan degan bo'lsa, bu gaplarga ishonmang do'stlar. Bu sizga vaqtinchalik chora bo'ladi. Havo almashtirish ham keyinchalik sizga foyda bermaydi. Shuning uchun yengil bosqichda allergiyangiz qo'zigan paytda borib, allergolog shifokorga ko'rinib, nimadan allergiya bo'layotganlaringizni tekshirtirib, to'g'ri kelsa, asid terapiya asosiy muolaja hisoblanadi. Asid terapiya to'g'risida savollaringiz bo'lsa, bemalol kommentariyada yozishingiz mumkin.